Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Infiniti GX35 modeli bo'ladi. Ya'ni 3.5 motor. Motor korobkasi zo'r, hadovoyda detsel mayda chudasi bor mashinamizni. Mashinamizni probegi esa 143 ming akalar. Mashinani bitta ko'ramiz, narxi videoning oxirisida. Mana buni qaranglar. Sostoyaniyasi вообще shikalat inshaalloh. Motor korobkalari zo'r, juda ham chiroyli. Takoy tushunishinglar uchun trekkerdan sal kattaroq, lekin 3.5 motor вообще raketa. Juda ham zo'r yuradigan mashina. Eng qizig'i mashinamizning firmaniki va 360 gradus kameralargacha bor. Hamma narsasi radnoy turibdi mashinamizning. Qaranglar, chiroyligini. Xo'p, bu mashinaning interneting narxi 12 mingdan 14 ming, 15 ming dollargacha. Bizanikining narxi videoning oxirida, holati zo'r. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, o'zini sensorli monitori, 360 gradus kamerasi, klimat kontroli, changeri va o'zini juda ham noodatiy bo'lgan so'g'ati, abagrev, abduf sidenasi mavjud. Rullarda kruiz kontrollari va multimedia, hattoki telefonni boshqaradigan rejimlargacha bor. Двухэтапный память сидения, стеклоподъемник va детский rejimlargacha bor. Salonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsasi inshaalloh mashinani zo'r. Narxi esa 11.100 AQSh dollari akalar. Infiniti GX35 11.100. Adashmasam, narxi ham o'zi ham zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Arzon narxga xizmat qiladi.